Salom qizlar, bugungi videomizda mana bunaqa nejniy manikyur qilishni o'rganamiz va gellarimizni rangini aralashtirishni o'rganamiz. Ya'ni bitta gel sotib olib, uni har xil rang qilib o'zgartirishimiz mumkin. Yoki bitta baza sotib olib, unga har xil rang aralashtirib, har xil rangli baza gel chiqarishingiz mumkin. Bazalarning yaxshi tarafini bilsanglar kerak, ham rang, ham ukrepleniya bittada qilgani uchun manikyuringiz ancha tez bo'ladi. Lekin har xil rangli baza sotib olish uchun juda ham ko'p pul ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bu videomizda bitta gel sotib olib, unga har xil rang qilib aralashtirib, har xil yaltiroq qo'shib, har xil gel chiqarishni o'rganamiz. Eslatib o'taman, videolarimga like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu meni kanalim rivojlanishiga yordam beradi va agar manikyurni noldan boshlab professionalniy mastergacha o'rganmoqchi bo'lsanglar, meni onlayn kursim bor. Uning uchun Telegramga yozinglar, lichkamga ko'proq ma'lumot olish uchun. Rang aralashtirayotganda ko'proq bazaga nisbatan gel bizga ko'proq to'g'ri keladi. Chunki ba'zi juda ham suyulib ketib qolishi mumkin. Gel bu idealni to'g'ri keladi. Gelimiz mana bunaqa idishda, dumaloq idishda bo'ladigan narsa, ya'ni narashka uchun ishlatiladi. Birinchi bu bitta mana bunaqa idishamizni palitramizga bir tomchi gelimizni olamiz, ya'ni prozrachniy mana bunaqa rangsiz gel olamiz va unga o'zimizga kerak bo'lgan, xohlagan rangdagi gel lakimizni qo'shamiz. Birinchi kamroq miqdorda qo'shishga harakat qilinglar. Keyin agar rangi yoqmasa, yana bemalol gel lak qo'shib rangini to'qlashtirsangiz bo'laveradi. Shuning uchun hozir men prozrachniy gelimizga ozgina miqdorda gel lak qo'shdim va mana bunaqa rangdagi gel tayyor bo'ldi. Bu gel bilan bemalol tirnoqimiz ukrepleniya mustahkamlashimiz mumkin yoki bu gelimiz bilan bemalol narashka qilaversak ham bo'laveradi. Lekin ehtiyot bo'lamiz gel lakimizdan ko'p qo'shmasligiga. Agar ko'p gel lak qo'shib o'radigan bo'lsanglar, gelimiz qotmay qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha kamroq qo'shishga harakat qilamiz gel lakimizdan. Mana videoda hozir ukreplaющий, ya'ni qalinroq sloy qilib ko'rsatyapman. Bu tirnog'imizni mustahkamlaydigan sloyimiz. Mana bunaqa kam miqdorda qo'shadigan bo'lsanglar, bemalol lampada gel qotaveradi. Agar ko'p qilib o'radigan bo'lsanglar, qotmay qolishi mumkin. Keyingi aralashtiradigan narsamiz bu mana bunaqa yaltiroq folga aralashtiramiz. Mana yana boyagidek prozrachniy gel olamiz. Bunga mana bunaqa patal, ya'ni folga aralashtiramiz. Xohlagan rangdagisini aralashtirsanglar bo'laveradi. Bunga yana agar xohlasanglar gel ham qo'shsanglar bo'laveradi. Malochniy qo'shsanglar chiroyli chiqadi. Mana hozir yana videoda sizlarga surib ko'rsatyapman. Buni ham bemalol qalin sloyda qotaveradi. Ukreplaющий sloyda. Mana bunaqa rangli gelda bu ishimizni juda ham tezlashtiradi. Chunki biz ham ukrepleniyani ham rang bilan qoplashimizni bitta jarayonda qilib ketishimiz mumkin. Agar birinchi bu prozrachniyda ukrepleniya qilib, keyin gel lak suradigan bo'lsak, ishimiz manikyurimiz uzoq cho'zilib ketadi. Biz uchun keragi tez manikyur qilib, ko'proq klient qabul qilsak, pulimiz ko'proq bo'ladi. Mana hozir sizga yana boshqachasini aralashtirib ko'rsatyapman. Bu yerda yana shunaqa patal aralashtirdik folga va unga mana bunaqa ranglardagi gel lak qo'shamiz. Bizda mana bunaqa rangli gel tayyor bo'ldi. Buni ham bemalol narashka uchun, tirnoqni ukrepleniyasi uchun ishlataversanglar bo'laveradi. Bunaqa ranglarni o'zingizga xohlaganini aralashtirsanglar bo'laveradi. Yana mana folgadan tashqari bunga futirka aralashtirsanglar bo'ladi. Futirka bilan ham juda ham chiroyli chiqadi. Men sizlarga hozir 3 ta variant qilib ko'rsatdim. Aralashtirayotganda birinchi bo'lib kam miqdorda aralashtirib olib, keyin sizlarga rangi yoqsa, mana bunaqa ko'p miqdorda aralashtirishinglar mumkin. Agar birdaniga ko'p miqdorda aralashtiradigan bo'lsanglar, keyin rangi sizlarga yoqmay qoladigan bo'lsa, ko'p materialimiz uvol qilib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun kam miqdorda aralashtirishimiz kerak. Va sizlarga mana bunaqa shunaqa aralashtirgan bazalarimiz, gellarimizda manikyur qilib ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib har doimgidek prozrachniy baza surib olamiz. Bazamizni lampada qotirganimizdan keyin gelimizni birinchi yuqa sloy qilib surib chiqib olamiz. Yuqa sloy surib olganimizdan keyin lampada qotirmasdan kattaroq tomchi qo'yib gelimizni ukreplaющий, ya'ni qalinroq sloy qilib surib chiqamiz. Mana videoda ko'rib turishinglar mumkin. Birinchi yuqa sloy surib oldim. Keyin mana qalinroq, kattaroq tomchi qo'yib oldim. Keyin bu tomchini tirnoq bo'yicha yoyib chiqyapman. Videoda ko'rib turishinglar mumkin. Mana
tirnog'iga hamma joyiga bir tekis qilib yoyib olganimizdan keyin lampaga qo'yib quritamiz va bizda mana bunaqa natija tayyor bo'ldi. Va dizayn uchun men mana bunaqa oq gel lak ishlatmoqchiman. Oq gel lakni ozgina bazaga aralashtirib, mana bunaqa chiziqlar chizib chiqyapman. Buni chiziqlarni har xil chizishinglar mumkin. Men buni ko'proq qor parchasiga o'xshatib chizishga harakat qilaman. Hozir как раз qish kelyapti, yangi yil kelyapti. Klientlarga yangi yil uslubida biz dizayn chizib ko'rsatishimiz kerak, dizaynlar qilishimiz kerak. Va sizlar mana bunaqa dizayn qilishinglar mumkin. Buni o'sha oq gel lakimizda mana shunaqa qor parchalari chizib olganman. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bu chiziqlarni tekis chizmayman, atilabdan qiyshiq chizyapman. Chunki bu to'g'ri chiziq chiza olmaydigan, masterlarga ham to'g'ri keladigan dizayn bu. Mana shunaqa qiyshiqroq liniyalar chizsanglar, mana ko'rayotganingizdek chiroyli dizayn chiqyapti. Shuning uchun men chizishni bilmayman deb qo'rqishinglar shart emas. Chizish yaxshi bilmagan masterlar uchun ham chiroyli dizaynlar bor. Mana bu o'sha dizaynlardan bittasi. Hamma tirnoqniki bir xil bo'lishi ham shart emas. Hamma tirnoqga har xil chizsanglar ham bo'laveradi. Baribir chiroyli, nejniy dizayn chiqaveradi. Eslatib o'taman. Mani videolarim foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu meni kanalim rivojlanishiga ancha yordam beradi. Mana chizib olgan chiziqlarimiz, rasmlarimiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi etapiga o'tamiz. Ya'ni hozir to'p olamizda, oddiy glansiy to'p olib, Frenchga o'xshab tagiga chiziq chizib chiqyapman. Tipa yaltiroq tillarang French chizamiz hozir. Hozir to'p bilan French chizib oldim. Undan keyin lampaga qo'yib qotiramiz. Lampada 30 sekund quritganimizdan keyin chiqarib, mana bunaqa tillarang futerkamizni surib chiqamiz. Mana bunaqa French tayyor bo'ldi. Siz bunaqa French chizsangiz ham bo'ladi. French siz variantini ham chizsanglar bo'ladi. Va bu yerda tillarang emas, kumush rang futerka ishlatsangiz ham bo'laveradi. Mana futerkamiz qolganini yumshoq kistichka bilan qoqib tashladim. Futerkaning ortiqchasini olib tashlab, tagini ozgina pilkalab olib va futerkamiz ustidan to'p surib chiqyapman. Keyin to'pni lampaga qo'yib, 1 minut quritib olamiz. Qurigandan keyin mana bunaqa har xil joyiga baza bilan tochka qo'yib chiqyapman va o'sha qotmagan bazamizga mana bunaqa patal yopishtiryapman. Boya aralashtirgan folgamiz bor-ku, o'sha folgadan kichkina bo'laklar yopishtirib chiqdim. Buni keyin lampaga quritganimizdan keyin oddiy glansiy to'p suramiz butun tirnog'imizga. Mana. Yana bitta narsa, to'p bilan ham укрепляющий выравнивающий слой qilsanglar bo'ladi. Ya'ni to'pdan ham yuqa sloy surib olib, keyin kattaroq kaplar qo'yib, keyin uni tekislab olib, tekis tirnoq qilsanglar bo'ladi. Bu ayni dizayndan tirnoqimiz g'idir-budir bo'lib qolgan bo'lsa, o'shani tekislab olish uchun ishlatiladigan usul. Agar tirnog'ingiz o'zi tekis bo'lib turgan bo'lsa, unaqa qalin sloy qilishingiz shart emas. Mana dizaynimiz ham tayyor. Videoda tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyga yozinglar, hammasiga javob beraman.